Birinchi men kelganimda ahamiyat bergan narsam bolamning sog'lig'i. Maktabga berasiz, to'g'ri. Bola ta'lim olishi uchun. Ya'ni atrofingizda ko'rdim, unaqa ortiqcha magazinlarni ko'rmayapman. Menga qulayligi shuda, yugurib pul ko'tarib chiqib ketmasligi. Menga qulayligi adasidan yoki mendan har kuni palonchi so'm bering demasligi. Bolani pulga o'rgatmasdan va pulni qanaqa qiyinchilik bilan bilim orqali topishi. Va taomnomada birinchi o'rinda juda ham qulay tuzilgan bolaga haqiqiy pullik miqdorida, ya'ni o'sha shakar miqdori, shakar har doim ham me'yoridan ortig'i zarar va kami esa miyani yaxshi ishlashiga olib kelmaydi. Normal holatda bolalar sog'lig'i uchun muhim. Metabolik holatni yaxshilash uchun esa albatta sizlarni tushlik vaqtidagi, ya'ni salatlaringizga e'tibor qaratdim. Bu esa ancha qulay. Temir moddasi bor, birinchi o'rinda kletchatka bor. Kletchatka tana uchun juda ham muhim sanaladi. Issiq ovqat immunitetni shakllantiradi, fikrlash jarayonini yaxshilab beradi. Va sizlardagi kompotlarga ahamiyat qaratdim va asorti sharbatlar, ya'ni asorti sharbatlar bilasiz, quruq mevalardagi ya'ni vitaminlar bolalarning o'sishida, jarayonlarida albatta muhim rol o'ynaydi. Ertalabki nonushtasida menga eng yoqqan tarafi issiq kashalar borligi. Ya'ni issiq kashalarni iste'mol qilgan vaqtda to'g'ridan-to'g'ri bolam o'z yo'lida yurib keladi, D vitaminini olib kelganda, yurib kelganda bu taomnomi bolamning ya'ni ishlashi uchun, ya'ni rivojlanish uchun, o'sish uchun eng qulay bo'ladi. Hech qachon biz onalar har kuni ham kasha qilib bera olmaymiz. Buni tan olishimiz kerak va kunda har xil vaziyatlar bo'lib qoladi va bolalar stabilniy to'g'ri haqiqatdan ham ovqatlana olmay qoladi. Aynan shunaqa vaqtda maktab qulayligi shu. Bolangizni issiq ovqati bor, tinch, xotirjamsiz, mazza qilib ishga borasiz, mazza qilib o'qiysiz, mazza qilib farzandingizni yutuqlaridan, ya'ni xursand bo'lasiz.